Agar siz pensiya, nafaqa, aliment, ish haqi yoki bank kartangizga tushadigan puldan qarz sababli ushlab qolish bo'layotgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Ayniqsa pensiya jamg'armasi, bank, MIB yoki boshqa tashkilotlar sizning qarzingiz bor deb pulingizni avtomatik ushlab qolayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki sud amaliyotida juda muhim masala ko'tarildi. Har qanday qarzni, har qanday tartibda fuqaroning roziligisiz yoki qonuniy asos bo'lmasdan ushlab qolish mumkin emas. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin qanday bo'lgan, endi nima o'zgardi? Kimlar o'z pulini qaytarib olishi mumkin? Kimlar esa avval hujjatlarni tekshirishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zan odam bir necha oy, hatto bir necha yil davomida noqonuniy ushlab qolingan pulini qaytarib olishi mumkin. Faqat o'z huquqini bilsa bo'ldi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam pensiyasini kutadi, kartasiga pul tushadi, lekin to'liq kelmaydi. Masalan, 2 million so'm pensiya olish kerak, lekin 1 million 400 ming so'm tushadi. Yoki 3 million so'm ish haqi olish kerak, lekin bank kartasiga 2 million so'm keladi. So'rasa qarzingiz bor, ijro hujjati bor. Pensiya jamg'armasi ushlab qolgan, MIB qaror chiqargan, bank avtomatik yechgan degan javob beriladi. Oddiy fuqaro esa ko'pincha shu yerda to'xtab qoladi. Davlat organi qilayotgan bo'lsa, demak to'g'ridir deb o'ylaydi. Lekin men sizga ekspert sifatida aytaman. Davlat organi, bank, MIB, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilot ham faqat qo'lda belgilangan tartibda harakat qilish kerak. Qarz borligi bir masala, uni undirish tartibi esa boshqa masala. Qarz bor ekan deb odamning pensiyasidan, nafaqasidan, kartasidan istalgan miqdorda va istalgan vaqtda pul ushlab qolish mumkin emas. Oldin amaliyotda nima bo'lardi? Ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi yoki boshqa to'lovni amalga oshiruvchi organlar fuqaroga ortiqcha to'lov qilingan. Qarzdorlik paydo bo'lgan yoki ma'lum bir hujjat kelgan degan asos bilan pensiya yoki nafaqadan ushlab qolishni boshlardi. Fuqaro esa ko'pincha bu qarzdorlik qanday paydo bo'lganini, kim qaror chiqarganini, nega aynan shuncha summa ushlanayotganini bilmasdi. Ba'zan hatto odamga yozma ogohlantirish ham berilmagan, qaror nusxasi ham topshirilmagan bo'ladi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, sudlar bunday holatlarda fuqarolarning huquqini himoya qilishga jiddiyroq qarayapti. Agar ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lmasa, agar qarzdorlik aniq isbotlanmagan bo'lsa, agar fuqaroning roziligi bo'lmasa, agar sud qarori yoki ijro hujjati bo'lmasa, bunday ushlab qolish noqonuniy deb topilishi mumkin. Eng muhimi, noqonuniy ushlab qolingan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Birinchi muhim qoida: pensiya, nafaqa, ish haqi yoki boshqa daromaddan qolish uchun aniq huquqiy asos bo'lishi kerak. Bu asos nimalar bo'lishi mumkin? Masalan, sud qarori bo'lishi mumkin. Notarial tartibda tasdiqlangan ijro yozuvi bo'lishi mumkin. MIB tomonidan yuritilayotgan ijro ishi bo'lishi mumkin. Yoki qonunda bevosita ko'rsatilgan holat bo'lishi mumkin. Lekin bizning bazamizda qarz chiqyapti degan gapning o'zi yetarli emas. Ikkinchi qoida: fuqaro nimaga pul ushlab qolinayotganini bilishga haqli. Men har doim odamlarga aytaman, sizdan pul ushlab qolinyaptimi? Birinchi savolni bering. Qaysi hujjat asosida? Qaror raqami nechi? Qaysi sana? Qarzdorlik summasi qancha? Necha foiz ushlab qolinmoqda? Qachongacha davom etadi? Agar sizga bu savollarga aniq javob berishmasa, demak masalada muammo bor. Uchinchi qoida: hamma pulni to'liq ushlab qolish mumkin emas. Odam yashashi, dori olishi, ovqatlanishi, kommunal to'lovlarni to'lashi kerak. Qonunchilikda ish haqi va boshqa daromadlardan ushlab qolishning chegaralari bor. Ayrim qarzlar bo'yicha ma'lum foizdan ortiq ushlab qolish mumkin emas. Aliment, zarar va undirish kabi ayrim holatlarda foiz boshqacha bo'lishi mumkin. Oddiy kredit yoki ma'muriy jarima bo'yicha boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun qarzingiz bor ekan, kartangizga tushgan hamma pul yechiladi degan amaliyot ko'p hollarda bahsli bo'ladi. 4-qoida: pensiya va nafaqalar alohida ehtiyotkorlik bilan himoya qilinadi. Chunki bu mablag'lar ko'pincha odamning yagona daromadi bo'ladi. Ayniqsa nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bolalar puli kabi to'lovlarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar bunday pullardan qarz ushlab qolinayotgan bo'lsa, hujjatlarni 2 karra sinchiklab tekshirish kerak. Real hayotiy misol keltiraman. Bir pensioner ayol 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Bir kuni kartasiga 1 million 600 ming so'm tushadi. U bo'limga boradi. Unga oldin ortiqcha pensiya to'langan, shuning uchun ushlab qolinyapti deyishadi.
lekin ayolga ortiqcha to'lov bo'yicha yozma qaror berilmagan. U ortiqcha pulni o'zi aybdor bo'lib olgani isbotlanmagan, hisob-kitob ko'rsatilmagan. Bunday vaziyatda savol tug'iladi. Agar ortiqcha to'lov davlat organining o'z xatosi bilan bo'lgan bo'lsa, fuqaro aldov qilmagan bo'lsa, noto'g'ri hujjat bermagan bo'lsa, nega u birdaniga aybdor bo'lib qolishi kerak? Mana shunday holatlarda sudlar ko'pincha fuqaroning foydasiga qarashi mumkin. Yana bir misol. Erkak kishi bankdan kredit olgan, keyin vaqtida to'lay olmagan. Bank sudga bergan, sud qarori chiqqan, MIB ijro ishi ochgan. Bu yerda qarz borligi aniq, lekin Mi bank kartasidagi barcha mablag'ni bloklab qo'ygan. Kartaga esa uning ish haqi tushadi. Natijada odam uyiga bir so'm ham olib bora olmaydi. Bu yerda ham masala bor. Qarz undirilishi mumkin. Lekin qonunda belgilangan chegaralar doirasida. Fuqaro MIBga ariza berib, kartaga ish haqi tushishini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishi, ushlab qolish miqdorini qonuniy chegaraga keltirishni talab qilishi mumkin. Yana bir vaziyat. Ona bolalar puli oladi. Uning eski kommunal qarzi yoki kredit qarzi bor. Kartasiga bolalar puli tushishi bilan bank yoki ijro tizimi pulni yechib oladi. Bu holatda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bolalar uchun mo'ljallangan ijtimoiy to'lovlar oddiy qarzlarni undirish manbai sifatida avtomatik yechilmasligi kerak bo'lgan holatlar bor. Fuqaro bankdan hisobvaraq harakatini to'lov maqsadini, MIBdan esa ijro ishi hujjatlarini olib, pulning qaysi manbadan yechilganini aniqlashi kerak. Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangizdan har oy ma'lum summa ushlab qolinayotgan bo'lsa, albatta tekshiring. Masalan, siz 2 million so'm olishingiz kerak, lekin 1 million 500 ming olasiz. Balki shunaqadir deb yuravermang. Har bir ushlab qolingan so'mning sababi bo'lishi kerak. Agar sizga qarzdorlik haqida hech qanday xat, qaror, sud hujjati kelmagan bo'lsa, lekin pul ushlanayotgan bo'lsa, bu ham jiddiy signal. Fuqaro o'ziga qarshi qanday qaror borligini bilmasdan turib, pulidan mahrum bo'lmasligi kerak. Agar siz ijtimoiy to'lov oluvchi bo'lsangiz, masalan, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kam ta'minlangan oilaga nafaqa olayotgan bo'lsangiz, kartangizdagi har bir yechimni tekshirib boring. Chunki ijtimoiy to'lovlar hayotiy ehtiyoj uchun beriladi. Agar sizning qarzingiz eskidan qolgan bo'lsa, masalan, 5 yil oldingi kredit, 7 yil oldingi jarima allaqachon yopilgan deb o'ylagan qarzingiz bo'lsa, albatta muddatlar, hujjatlar va ijro ishining holatini tekshiring. Ba'zan tizimlarda eski qarzlar qayta ko'rinib qoladi yoki to'langan qarz yopilmay qolgan bo'ladi. Sizda to'lov cheklaringiz bo'lsa, bu juda katta dalil. Agar sizda sud qarori bor, siz uni olgansiz, qarzni tan olasiz. MIB ijro ishi ochgan va ushlab qolish qonunda belgilangan miqdorda bo'layotgan bo'lsa, bu normal ijro jarayoni bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda asosiy e'tibor qarzni tartibli yopishga qaratiladi. Agar siz aliment to'lashingiz kerak bo'lsa, bu alohida masala. Aliment bo'yicha ushlab qolish oddiy kredit qarziga qaraganda boshqacha tartibda bo'lishi mumkin. Chunki aliment bolaning ta'minoti uchun undiriladi. Shuning uchun aliment bo'yicha mendan ushlab qolishmasin deb umumiy qoida bilan chiqish to'g'ri bo'lmaydi. Agar siz o'zingiz yozma ravishda ariza berib, ma'lum summani ushlab qolishga rozilik bergan bo'lsangiz, keyin bu rozilikni bekor qilmaguncha ushlab qolish davom etishi mumkin. Lekin bu yerda ham rozilik bosim ostida olinganmi? Arizada aniq summa ko'rsatilganmi? Muddat bormi? Bular tekshiriladi. Eng muhim nozik masala. Qarz bor degani avtomatik ravishda istalgan pulni ushlab qolish mumkin degani emas. Bu ikki tushunchani ajrating. Qarzning mavjudligi alohida isbotlanadi. Undirish tartibi alohida qonun bilan belgilanadi. Masalan, pensiya jamg'armasi fuqaro ortiqcha pensiya olgan deb hisoblaydi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Fuqaro ishga kirganini vaqtida xabar qilmagan, nogironlik guruhi o'zgargan, hujjatda xato bo'lgan, ba'zida ma'lumot noto'g'ri chiqqan yoki jamg'arma xodimining o'zi hisob-kitobda adashgan. Mana shu sabab juda muhim. Agar fuqaro ataylab noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, masala bir xil. Agar davlat organining xatosi bo'lsa va fuqaro halol ravishda pulni olgan bo'lsa, masala boshqa xil. Yana bir nozik nuqta, fuqaroning roziligi. Ba'zi hollarda tashkilotlar siz rozilik bergansiz deydi. Men bunday vaziyatda darhol ariza nusxasini so'rashni maslahat beraman. Rozilik yozma bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak. Qaysi qarz, qancha summa, qaysi muddat, har oy necha so'mdan yoki necha foizdan ushlanishi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar odam shunchaki umumiy blankaga imzo qo'ygan bo'lsa, keyin undan katta miqdorda pul ushlanayotgan bo'lsa, bu bahslashish mumkin bo'lgan masala.
Yana bir tuzoq bank kartasi bloklanishi. Odamlar ko'pincha "Men pensiyamni ushlab qoldi" deydi. Lekin aslida pul pensiya jamg'armasidan to'liq chiqadi. Bank kartaga tushgandan keyin ijro organi blok orqali yechadi. Bu ikki xil holat. Birinchisida to'lovni hisoblaydigan organ ichidan ushlab qolgan bo'ladi. Ikkinchisida esa bank hisob varag'idagi pul ijro hujjati asosida yechilgan bo'ladi. Shuning uchun kim ushlab qolganini aniqlash kerak. Pensiya jamg'armasimi, bankmi, MIBmi yoki ish beruvchimi? Yana bir muhim jihat. Kartaga turli pul tushishi mumkin. Masalan, bir kartaga ham pensiya, ham farzand yuborgan pul, ham ijtimoiy yordam tushadi. Ijro tizimi esa ba'zan kartadagi pulning manbasini avtomatik ajratmaydi. Shuning uchun men odamga alohida ijtimoiy to'lov kartasi ochishni, qarzlar bilan bog'liq kartalar va ijtimoiy to'lovlar tushadigan kartalarni aralashtirmaslikni maslahat beraman. Bu hamma muammoni hal qilmaydi, lekin dalil to'plashni osonlashtiradi. Yana bir nozik masala muddat. Agar sizdan ushlab qolish boshlangan bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Keyingi oy boraman, hozir mavsum tugasin, keyin so'rayman deb yuraversangiz, bir necha oy ichida katta summa ushlab qolinadi. Keyin uni qaytarish uchun ko'proq hujjat, ko'proq vaqt, ehtimol sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga ketma-ket oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, pulingiz qayerdan ushlanganini aniqlang. Bank ilovasidan yoki bank filialidan hisob varaq ko'chirmasini oling. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, kimning foydasiga yechilgani ko'rinadi. Agar yechimda MIB, ijro, sud qarori, kredit tashkiloti yoki boshqa nom ko'rsatilgan bo'lsa, shu ma'lumotni saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, to'lovni amalga oshiruvchi organga yozma ariza bering. Agar pensiya yoki nafaqa haqida gap ketayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada shunday yozing: mening pensiya yoki nafaqamdan qaysi hujjat asosida, qaysi summa bo'yicha, qaysi muddatda ushlab qolish amalga oshirilayotganini tushuntirib berishingizni, qaror va hisob-kitob nusxasini taqdim etishingizni so'rayman. Og'zaki so'rash yetarli emas. Yozma iz qolsin. Uchinchi qadam, agar MIB aralashgan bo'lsa, IB bo'limiga murojaat qiling. Ijro ishi raqamini, ijro hujjati nusxasini, qarzdorlik qoldig'ini, qaysi hisob varaqlarga band solinganini, qaysi mablag'lar yechilganini so'rang. Agar kartangizga ish haqi, pensiya yoki ijtimoiy nafaqa tushsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Masalan, ish joyidan ma'lumotnoma, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi. 4-qadam, ushlab qolish miqdorini tekshiring. Agar har oy juda katta summa ushlanayotgan bo'lsa, qonuniy chegaraga mosligini so'rang. Ish haqi bo'yicha ish beruvchidan hisob-kitob varaqasini oling. Pensiya bo'yicha pensiya hisob-kitobini oling. Bank bo'yicha hisob varaq harakatini oling. Raqamlar bilan gapiring. Ko'p ishlayapsizlar demang. Falon oyda 2.400.000 so'm tushishi kerak edi. 900.000 so'm ushlangan. Bu qaysi hujjat va qaysi norma asosida deb so'rang. 5-qadam. Agar qarzdorlikni tan olmasangiz, e'tiroz yozing. Masalan, sizga ortiqcha pensiya to'langan deyishsa, hisob-kitobni so'rang. Qaysi oydan qaysi oygacha qancha ortiqcha, nima sababdan? Agar siz noto'g'ri ma'lumot bermagan bo'lsangiz, buni yozing. Agar hamma hujjatlarni vaqtida topshirgan bo'lsangiz, nusxalarini ilova qiling. Agar xato organ tomonidan bo'lgan deb hisoblasangiz, buni aniq yozing. 6-qadam. Noqonuniy ushlangan pulni qaytarishni talab qiling. Arizada noqonuniy ushlab qolingan summalarni qayta hisoblab, menga qaytarishingizni so'rayman deb yozish kerak. Faqat to'xtating deyishgan. Chunki oldin ushlangan pullar ham masala. Agar 6 oy davomida har oy 500.000 so'mdan ushlangan bo'lsa, bu 3 million so'm degani. Bu oddiy odam uchun katta pul. 7-qadam. Javob kelmasa yoki rad javobi kelsa, yuqori tashkilotga va sudga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi bo'limi javob bermasa, viloyat boshqarmasiga yoki tegishli yuqori organga murojaat qiling. MIB harakati yoki harakatsizligidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi MIB organiga, prokuraturaga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Bank noqonuniy yechim qilgan deb hisoblasangiz, bankka yozma talabnoma, markaziy bankka murojaat va sud tartibi masalasi ko'riladi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Birinchidan, pasport yoki ID karta nusxasi. Ikkinchidan, bank ko'chirmasi. Uchinchidan, pensiya yoki nafaqa tayinlangani haqidagi ma'lumotnoma. 4-dan, ushlab qolish bo'yicha sizga berilgan har qanday qaror, xat, SMS bildirishnoma. 5-dan, agar ish haqi haqida bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnoma va hisob-kitob varaqasi. 6-dan,
oldin to'lov qilgan bo'lsangiz, chek va kvitansiyalar. 7-dan NIB ijro ishi hujjatlari. Ariza matni juda murakkab bo'lishi shart emas. Muhimi aniq bo'lsin. Masalan, men falon kundan boshlab pensiyamdan har oy falon miqdorda mablag' ushlab qolinayotganini aniqladim. Ushbu ushlab qolish qaysi hujjat asosida amalga oshirilayotganini bilmayman. Menga qaror nusxasi taqdim etilmagan. Shu sababli ushlab qolish asoslari hisob kitobi, qarzdorlik miqdori haqida yozma ma'lumot berishingizni, noqonuniy ushlab qolingan mablag'larni qaytarishingizni va keyingi ushlab qolishni to'xtatishingizni so'rayman. Mana shunday oddiy, lekin mazmunli ariza ko'p narsani joyiga qo'yadi. Agar siz sudga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, da'vo yoki shikoyatda 3 narsani aniq ko'rsating. Birinchisi, qaysi harakat noqonuniy deb hisoblanmoqda. Ikkinchisi, qancha summa ushlangan. Uchinchisi, siz nimani so'rayapsiz? Ya'ni ushlab qolishni noqonuniy deb topish. Qarorni bekor qilish, ushlangan pulni qaytarish, kelgusida ushlab qolishni to'xtatish. Sud raqamlar va hujjatlar bilan ishlaydi. Shuning uchun imkon qadar dalillarni jamlang. Yana bir maslahat, telefon orqali gaplashganingiz yetarli emas. Har bir murojaatni yozma qiling. Elektron hukumat portali orqali yuborsangiz ham bo'ladi. Idoraga borib kirim qildirsangiz ham bo'ladi. Arizangizning qabul qilingan raqami bo'lsin. Javob muddati o'tganini ham kuzatib boring. Chunki keyin men murojaat qilgandim degan gap emas. Ariza raqami va sanasi dalil bo'ladi. Birinchi xato baribir foydasi yo'q deb yurish. Foydasi bor. Ayniqsa hujjat yo'q, hisob kitob noto'g'ri. Ushlab qolish miqdori oshirib yuborilgan bo'lsa, natija bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato hamma narsani og'zaki hal qilmoqchi bo'lish. Bugun xodim sizga bir gap aytadi, ertaga boshqa xodim boshqa gap aytadi. Yozma javob esa mas'uliyat tug'diradi. Uchinchi xato, qarzni umuman inkor qilish. Agar qarz haqiqatan bor bo'lsa, uni yashirish kerak emas. Lekin qarz bor bo'lsa ham qonuniy tartib talab qilinadi. Siz qarzim yo'q demasligingiz mumkin. Siz qonunga muvofiq ushlab qoling. Ortiqcha yechmang, ijtimoiy pulimga tegmang, hisob kitobni ko'rsating deyishingiz mumkin. 4-xato, bitta kartaga hamma pulni tushirish. Agar sizda ijro ishi bo'lsa, ish haqi, pensiya, ijtimoiy nafaqa, qarindoshlar yuborgan pul bir kartaga tushsa, keyin qaysi pul yechilganini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun manbalarni ajratish foydali. 5-xato, cheklarni saqlamaslik. Qarz to'lagan bo'lsangiz, chekni rasmga olib qo'ying, qog'ozini ham saqlang. Kredit yopilgan bo'lsa, bankdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma oling. Jarima to'langan bo'lsa, kvitansiyani saqlang. 1 yil o'tib ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar siz to'g'ri harakat qilsangiz, bir nechta natijaga erishishingiz mumkin. Birinchidan, ushlab qolish to'xtatiladi. Ikkinchidan, ushlab qolish miqdori kamaytiriladi va qonuniy chegaraga keltiriladi. Uchinchidan, noto'g'ri hisoblangan qarzdorlik bekor qilinadi. 4-dan, noqonuniy ushlangan pul qaytariladi. 5-dan, sizning kartangizdagi ijtimoiy to'lovlarga nisbatan cheklov olib tashlanishi mumkin. Albatta, har bir ish individual. Men hech kimga hamma holatda pulingiz 100% qaytadi deb va'da bermayman. Lekin men aniq aytaman, hujjatsiz, asossiz, tushuntirishsiz, qonuniy chegararasiz pul ushlab qolinishiga ko'nib yurish kerak emas. Fuqaro savol berishga, hujjat talab qilishga, e'tiroz bildirishga, sudga murojaat qilishga haqli. Bugungi asosiy fikr shunday. Qarz borligi pulingizni istalgancha ushlab qolish mumkin degani emas. Pensiya, nafaqa, ish haqi va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolish faqat qonuniy hujjat, aniq hisob kitob va belgilangan tartib asosida bo'lishi kerak. Agar sizdan pul ushlanayotgan bo'lsa, darhol bank ko'chirmasini oling, qaysi organ ushlayotganini aniqlang, yozma ariza bering, hujjatlarni talab qiling va noqonuniy ushlangan mablag'larni qaytarishni so'rang. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga tushgan bo'lsa, izohlarni yozing. Pensiyadan ushlanyaptimi, nafaqadanmi, ish haqidanmi yoki bank kartadanmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni qarz, pensiya yoki nafaqa masalasida qiynalayotgan yaqinlaringizga yuboring. Huquqini bilgan odam ko'pincha pulni ham, vaqtini ham, asabini ham saqlab qoladi.